Uylangan odamni ishga olish yoki uylanmagan. Agar mas'uliyatli ish bo'lsa, uylangan bolani olardim, qolgan ishlarga uylanmagan bolalar ham to'g'ri keladi. Katta oylikka ishlash yoki kichik biznes ochish. Katta oilaga ishlab turib, birdaniga katta biznes ochish imkoniyati bo'ladi. Ishchilarga masofa saqlab munosabat qilish yoki do'stona. Biznesingiz kattalashgan sari o'zi tabiiy holatda xodimlaringiz bilan sal masofa saqlashga to'g'ri keladi. Do'stingiz bilan biznes qurish yoki notanish odam bilan. Do'stingiz bilan biznes qurish, o'zim ham shu yo'lni tanlaganman, chunki orada ishonch bo'ladi. Bitta katta mijoz bilan ishlash yoki ko'pgina kichik mijozlar bilan. Ko'pgina kichkina mijozlar bilan ishlasa bo'ladi, chunki bir kun kelib ular ham katta mijozga aylanishi mumkin. Jamoa bilan birga 2 barobar o'sish yoki o'zingiz 10 barobar o'sish. O'zim 10 barobar o'sgan taqdirimda ham jamoa menga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shu sababli jamoa bilan birgalikda 2 barobar o'sishni tanlayman. Talanti bor qadriyatsiz xodim olish yoki qadriyatli oddiy xodim. Qadriyatli oddiy xodimni olib, vaqt davomida undan kerakli qobiliyatlarni shakllantirsa ham bo'ladi. 10 yil qurilish bozorida qolish yoki sun'iy intellektga o'tish. Sun'iy intellekt bu instrument, uni qurilish yo'nalishida ham tatbiq qilsa bo'ladi. O'zimizning suyagimiz qurilish yo'nalishida qotgan jarayonlarni sahifamda qo'yib boryapmiz. Kuzatib borsangiz bo'ladi.